Vodiyda bunaqasi bo'lmagan. Aboylar 19 ming so'mdan 149 ming so'mgacha Rio qurilish mollari do'koni skladlarini bo'shatish maqsadida barcha aboylarni chegirmada berib o'ryapti. Agar siz uyingizga endi qurilishni boshlagan bo'lsangiz ham bu aksiyalardan foydalanib qolishingiz kerak, chunki bunaqa chegirmalarda aboy topa olmaysiz. Aytib o'tganimizdek, aboylar narxi 19 ming so'mdan boshlanadi. 29 ming, 39 ming, 49 ming, 79 ming va 99 ming. Ularning soni donasiga qarab o'zgaradi va eng qimmat, eng oxirgi super mo'yshi aboylarning narxi ham 149 ming so'mdan hozir ko'rsataman ularni. Eng so'nggi modeldagi super mo'yshi aboylar ko'rishinglar mumkin, qanaqangi chiroyli, qanaqangi dahshat, hammasi 200 ming so'mdan sotilgan, lekin faqat shu aksiyada tanlab olishga hammasi 149 ming so'mdan. Ushbu videoni barcha qurilish qilyapti turgan, uy qurishni boshlagan yoki uyni remont qilmoqchi bo'lgan yaqiningizga yuborib qo'yinglar. Aboylarni bunaqa narxlarda vodiydan topa olmaydi. Xullas, aboylar sirob bemalol kelib olishinglar mumkin. Manzil Shahrixon tumani GAI yonida. Agar sizlar Andijondan keladigan bo'lsanglar, Andijondan to'g'ri kelasizlar, Shahrixonga chapga burilmagan holda 100 metr guruhda o'tganinglarda shundoqqina chap qo'lda bo'ladi Rio qurilish mollari do'koni. Agar topa olmaydigan bo'lsanglar, quyidagi raqamga qo'ng'iroq qilsanglar, manzilni lokatsiyani tashlab berishadi.